Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugundan boshlab biz 3D Max dasturi orqali 3D modeling yasashni o'rganamiz. Avvalo 3D modeling nima ekanligi haqida qisqacha to'xtalib o'taman. 3D modeling bu kompyuter grafikasi sohasida 3 o'lchamli obyektlar yaratish jarayonidir. Ushbu jarayonda kompyuter yordamida geometrik ma'lumotlar asosida 3 o'lchamli modellar hosil qilinadi. 3D modellar odatda virtual muhitda yaratilib, keyinchalik animatsiya, o'yinlar, film va reklamalarda, shuningdek sanoat dizaynida, arxitektura va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Ya'ni ko'rib turganingiz mana karavat yoki o'rindiq, kreslo yoki avtomobil, ana shularni yasab internet platformalarida yoki film, reklama, o'yin, arxitektura sohasida ishlatish mumkin. Keyin ish jarayoni quyidagicha bo'ladi. Avval model yaratiladi, keyin tekstura beriladi unga, ya'ni rang beriladi, material beriladi. Undan keyin unga yoritish manbalari qo'shiladi. Soyalar hosil qilish uchun, har xil effektlar berish uchun. Undan keyin oxiri renderlash va renderlab bo'lgandan keyin uni saytlarga joylash va sotish, daromadga chiqish haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, yana mana bunday narsalar ham yasash mumkin. Chiroqlar, karavat, turfa xil gullar, xullas tabiatda, hayotimizda nima bo'lsa hammasini yasash mumkin. Bu yerda faqat 3D Max dasturi emas, Marvelous Designer degan dastur ham bor. Asosan matolar bilan, kiyim dizayni bilan ishlaydiganlar ishlatishadi. Uni ham ko'rib o'tamiz. Bu dasturlarda bu sohada ishlash uchun quyidagicha kompyuter talab qilinadi. Boshlang'ich daraja, o'rta daraja va kuchli daraja. Kimni imkoniyati qaysiga yetsa, o'shandan foydalanib ishlashi mumkin. 3D modeling sohasida ishlamoqchi bo'lganlar quyidagi xislatlarga ega bo'lishi kerak yoki o'zida shu narsalarni rivojlantirishi kerak. Ya'ni sabr-toqat, qat'iyatlilik, muntazamlik, erkinlikni yoqtiradigan, yuqori daromadni deyarli hamma xohlaydi. Ammo bu soha juda katta mehnat talab qiladi. Sabr qilib, bitta joyda o'tirib, soatlab ishlash talab qilinadi. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman, dasturga qaytamiz. 3D Max dasturi quyida ko'rib turganingiz, bu dasturni o'rnatish qiyin emas. O'rnatish haqidagi videolar juda ham ko'p, YouTube'da ham, Telegramda ham. 2020-yil versiyasidan foydalanamiz. Dars davomida men foydalanadigan fayllarim Telegram kanalimizda bo'ladi. Kanal linkini kommentariyada qoldiraman. Xullas, birinchi o'rnatganimizda xuddi mana shu holatda bo'ladi. Biz o'zimizga kerakli holatga kelib, buni sozlab olamiz. Mana bu oyna bizga kerak emas. Xo'p, buni bunday qilib tortsak chiqadi va X qilib tashlaymiz. Keyin bu yerda 4 talik oyna, buni bittalik qilishimiz mumkin. Bitta holatda ishlasak qulayroq. Ya'ni avval interfeys bilan tanishtirib chiqay. Bu yerda fayl bo'limi bor. Bundan yangi ishchi oyna yaratish mumkin. Reset. Bu mana bu oynalarni bunday surish mumkin, katta kichik yoki bitta qilish mumkin.
o'sha holatda reset holat avvalgi holatga qaytarib beradi. Open sizda tayyor fayllar bo'lsa, ishlangan fayllar bo'lsa ochish mumkin bu yerdan. Bu yerda turgan bo'lsa Open reset bu oxirgi marta ochilgan fayllarni ko'rsatadi. Yangi o'rnatganingizda bu yerda hech narsa chiqmasligi mumkin. Bu rasm formatdagi fayllarni ko'rish, ya'ni olib kirish ham mumkindir. Keyin bu yerda saqlash bor, save. Ctrl S qilib mana faylimizni saqlashimiz mumkin. Sizda bitta papka ochaylik. 3D model. Ichiga kirib, masalan, birinchi 3D eshitib save'ni bosamiz, saqlanadi. Keyin ish jarayonida klaviaturadan Ctrl S ni bosib saqlab ketish mumkin. Save as degani bu mana shu hozir saqlagan faylimizni ochiq turgan holatda boshqa nom bilan saqlashimiz mumkin. Mana shu yerdan boshqa nom berib, save ni bossak boshqa nom bilan saqlaydi. Save as copy bu ham shunday, nusxasini olib boshqa nom bilan saqlash. Bu arxivga o'tkazish, xo'p bularni keyinroq ko'rib o'tamiz. Import bu boshqa fayllar olib kirish mumkin. Mana ishlaydigan oynamizga merge ham shunday modellarni olib kirish mumkin va hokazo. Bu yerda Revit degan dasturga bog'lash mumkin. FBX formatdagi fayllar bilan bog'lab ishlash mumkin. Export bu boshqa dastur formatlariga eksport qilish mumkin ishlagan ishlarimizni. Bu yerda FBX, 3D Studio, Illustrator, AutoCAD va hokazo. Xullas, bu yerda yana bizga kerak bo'ladigani File Properties. Bular shart emas. Preference ga kirib, bu yer sozlashlar, edit bo'limi, bunda ya'ni obyektni ko'chirish, burish, masshtabini ko'paytirish, kattalashtirish, kichraytirish, shunaqa instrumentlar bor. Bular mana bu oynalarda ham bor. Mana ko'chirish, aylantirish, masshtab, magnit bor, burchak magniti, mirror ya'ni zerkalni teskari qilish, bir-biriga legend qo'shish va hokazo. Bu yerda har bitta instrumentni alohida ko'rib chiqamiz. Tools, group, guruhlash. Endi maydalab tushuntirib o'tirmayman. Ish jarayonida qaysi kerak bo'lsa, o'shalarni birgalikda qo'llab ketaveramiz. Keyin bu yerda bajargan ishlarimizni orqaga qaytarish va oldinga o'tkazish bor. Orqaga qaytgandan keyin biz ishlatadigan asosiy panel mana shu jarayon, mana shu yerdagi nima bo'ladi? Buni bunday ikkitalik qilsak, tortsak ikkitalik bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda create ya'ni yaratish bo'limi bor. Bu yerda tayyor Max'ning o'zini shakllari bor. Shulardan foydalanib biz modellarimizni yaratib ketaveramiz. Bu yerda keyin line chiziqlar bilan ikki o'lcham ya'ni x, y o'qlari bo'yicha ishlash mumkin. Faqat chizmani o'zi bo'ladi. Ularni ham keyinchalik 3D holatga o'tkazib ishlash mumkin. Uni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda yorug'liklar, kamera va hokazo keraklisini ishlatib ketaveramiz. Keyin modify bo'limi, o'sha yasagan
yasayotgan modellarimizni shakllarimizni parametrlari chiqib turadi bu yerda. Yog'iga o'tmay turamiz, keyinroq ko'rsataman. Bitta oyna qilib olamiz. Uning uchun Alt bilan W ni bossak, bizga quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Yoki yana shuni bossak, yana 4 talik chiqadi. Bu yerda 4 ta oyna nima? Top ko'rinishi bor. Bu yasayotgan obyektimizni yuqoridan ko'rinishi. Front old tomondan yoki orqa tomondan ko'rinishi. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Bundan ham foydalanishimiz mumkin. Mana bunday qilib. Keyin sichqonchani o'rtadagi yumaloq aylanadigan g'ildiragini aylantirib, oldinga aylantirsak, monitorga qaratib bizga yaqinlashadi. Orqaga aylantirsak, uzoqlashadi. Sichqonchani chap tugmasi tanlab beradi. Mana shu ishchi oynada turgan obyektlarni. Front ko'rinishi, keyin left ko'rinishi. Bu yon tomondan ko'rinish. Bu esa umumiy perspektiv ko'rinish. 3 tomonlama, ya'ni hayotda qanday bizni ko'zimizga ko'rinsa, o'shanday holatda ko'rishimiz mumkin. Keyin bitta oyna qilib olamiz. Perspektiva oynasida ishlayveramiz. Topga o'tish uchun klaviaturada o'zini nimalari bor, komandalari. Topga o'tish uchun, ya'ni yuqoridan ko'rinishga T ni bosamiz, topga o'tadi. F ni bossak frontga o'tadi. Mana bu yerda o'zgaryapti yoki bu yerda ko'rish mumkin. Keyin leftga o'tamiz. Mana leftda o'zgaradi. Perspektivaga qaytish uchun P ni bosamiz. Mana. Bu yerda grade bo'limidan create'mi xullas shu yaratish bo'limidan ko'rib chiqamiz. Birinchisi standart geometrik shakllar, standart primitiv deb yozib qo'yibdi. Bu yerda boshqacha nimalari ham bor. Hozir bizlarga asosan standart primitivlar kerak. Ya'ni box. Bu nima? Box bu to'g'ri to'rtburchakli asosga ega bo'lgan to'g'ri shakl desak ham bo'ladi. Ya'ni yashik, kub yasash mumkin mana. Buni yasash uchun tanlaymiz. Sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holda ikkinchi nuqtaga olib borib qo'yib va keyin balandlikka ko'taramiz. Mana bu yerdan o'lchamlarini to'g'rilash mumkin. Masalan, 500 ga 500 va balandligi 1 metr. Yoki 500 qilsak, bizga kubik paydo bo'ladi mana. Keyin bu yerdan ko'chirish, aylantirish, masshtab berish mumkin. Bu klaviaturada buni ham o'zini nimalari bor. Qaynoq klavishlari, горячий klavishlari. Buni oldiga olib borsak, o'z ko'rsatyapti qavs ichida W, bunisi E, bunisi xo'p, masshtab qaysi edi? R ekan. R bo'ldi. Demak, buni bosamiz. Ko'rinishida farq qiladi. Mana X, Y, Z o'qlar. Ya'ni bu bizga mana shu obyektni ko'chirishga qaysi tomonga bo'lsa xizmat qiladi. Yoki aylantirish mana. Ctrl Z qilsak orqaga qaytadi. Yoki masshtabini katta qilish mumkin. Yoki mana faqat Z
x o'qlari bo'yicha katta qilyapti. Mana frontga o'tsak, mana bu qora chiziq bu 3D Max dasturining markazi, ya'ni bizda ishlaydigan ishchi oynamizning markazi hisoblanadi. Perspektivaga o'tsak, mana shunday box. Keyingisi sfera, shar shakli. Buni ham bu yerdan o'zgartirish mumkin. Silindr bor. Bunga ham sichqonchani chap tugmasini bosgan holda ikkinchi nuqtaga olib borib, keyin yuqoriga ko'tarib oxirgi nuqtani qo'yamiz. Ya'ni sichqonchani chap tugmasini bosdik, keyin ikkinchi nuqtaga borgunicha qo'yivermasdan, masalan mana shu nuqtaga keldi, keyin qo'yiveramiz, shu joyida qoladi. Balandlikka ko'tarish uchun bosmagan holatda ko'taramiz, qancha masofa kerak bo'lsa, keyin bir marta bosamiz, joyida qoladi. Keyingi shakl torus. Bu ko'rsaman, o'z tushunib olasiz. Bu ham shunday, sichqonchani bir marta bosib, ikkinchi nuqtagacha olib borib, keyin qo'yib yuborgan holda uchinchi nuqtani belgilaymiz. Teapot bu choynak. 3D Max dasturida eng ajoyib shakllardan biri. Keyingisi tekst. Bu 3 o'lchamli holatda birdan tekst yasaydi. Masalan, modeling. Xo'p, bundan chiqamizda mana W ni bossak, ikkita bo'lib qolibdi bu yerda. Mana modify bo'limiga o'tsak, buni parametrlari bor. Bu yerdan xohlasak yozuvni o'zgartirishimiz mumkin. Konus ham shunday. Birinchi nuqtani qo'yib, ikkinchi nuqtagacha olib borib, keyin yuqoriga ko'tarib, oxirgi nuqtani bitta bosgan holda, keyin bunday tortsak, uni yuqoridagi aylanasini diametrini belgilab, masalan uchli yoki bundayroq qilib nuqtani bossak, bizda qoladi. Keyingisi geosfera deyapti. Bu ham sferani bir turi. Truba yasash mumkin bu yerdan. Birinchi nuqtani qo'yib, ikkinchi nuqtagacha olib borib, keyin qo'yib yuborgan holda uchinchi nuqtani qo'yib, undan keyin yana qo'yib yuborib, yuqoriga ko'tarsak, bizga turba yasab beradi. Piramida bor. Bu ham birinchi nuqtani qo'yib, ikkinchi nuqta va yuqoriga uchinchi nuqta. Plan bu tekislik yasab beradi bizga. Mana bunday. Bunda hech qanday balandlik yo'q, faqat tekislikni o'zi. Xullas, bu yerda mana shunday shakllar yasash mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim buguncha shu. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar 3D Max dasturi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, uni yuklab, o'rnatib olishingiz mumkin. O'rnatish haqidagi videolar ham o'sha kanalda bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.